Zikir to'g'risida 10 sahih hadis. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Musa Eş'ari radiyallahu anhu hadis bayan qilib mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Rabbini zikr qiladigan kishi bilan Rabbini zikr qilmaydigan kishining misoli tirik bilan o'likning misoliga o'xshashdir. Buxoriy 5928 numurluq, Riyazus Salihin 1434 numurluq hadis. Muslimning rivoyatida mundaq kelgan. Ichida Alloh zikr qilinadigan uy bilan Allah zikr qilinmaydigan uyning misoli tirik bilan o'likning misoliga o'xshashdir. Muslim 1299 numurluq, Riyadus Salihin 1434 numurluq hadis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Qiyomat kuni bandalarning eng ustini Allohga ko'plab hamda aytquchilardir. Albani Sahih Jamius Sagir, Suyuti Jamius Sagir, Sahih hadis. Müminlerning anisi Aisha radiyallahu anha hadis bayan qilib mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hamma holatida Allohni zikr qiladi. Bu hadisni İmam Buxoriy va İmam Muslim to'plagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Zikrning eng afzali la ilaha illalloh, duoning eng afzali alhamdulillahdir. Bu hadisni İmam İbn Hajar Tahrij Mishkat Masabihda sahih degan. İmam Albani Sahih Tirmizida sahih degan. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu hadis bayan qilib mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Qiyomat kuni menga eng yaqin bo'ladigan kishi menga eng ko'p durud salom yo'llagan kishidir. Suyuti Jamius Sagir 2213 numurluq hadis. Buluğul Maram 455 numurluq hadis. İmam İbn Hajar Fathul Bari 11. cilt 172. betdə naql qilgan sahih hadis. Said ibn Abu Waqqas radiyallahu anhu hadis bayan qilib mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga edik. Rasululloh bizga sizlardan biringlar her kuni 1000 savobni qo'lga keltirolmamdi dedi. Sahabelerden biri 1000 savobni qanday qo'lga keltiramiz deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kishi 100 qitim subhanalloh desa, bunun uchun onunğa 1000 savab yeziladi yoki onun 1000 gunohi o'chiriladi dedi. Muslim 2689 numurluq hadis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Subhanallah, alhamdulillah va la ilaha illalloh, Allahu akbar kalimalari xuddi daraxt yupurmoqlarini to'kkandek kishining gunoh xatoliklarini to'kidi. Bu hadisni İmam Suyuti Jamius Sagirda, Albani Sahih Jamius Sagirda, Ahmad Shakir Tahrij Musnad Ahmadda sahih degan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. La havla va la quvvata illa billah ne ko'p degan. Chunki u jannat xazinalaridandir. İmam Albani Sahih Tirmizi 3602 numurluq sahih hadis. Abu Hurayra radiyallahu anhu hadis bayan qilib mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Kimki atiganda va kechda 100 qitim subhanallahi va bihamdi desa, qiyomat kuni mashargoh maydoniga uningdanmi afzal amal bilan kelguchi boshqa biri bo'lmaydi. Faqat bu kishiga o'xshash degan yoki uningdanmi ko'pni degan kishi buningdan mustasno. Muslim 2692 numurluq, Riyadus Salihin 1451 numurluq sahih hadis. Abu Zar radiyallahu anhu hadis bayan qilib mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahabilaridan bir qismi Rasulullohga: "Ey Rasululloh, mol-mulk egalari ajr savob jihatda bizning oldimizga o'tib ketdi. Ular bizga o'xshash namoz o'qiydi, bizga o'xshash ro'za tutadi. Buningdan sirt mollarining ortiqini sadiqa qilishidi" deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam javoban mundaq dedi. Allah sizlar uchun sadiq bo'ladigan amallarni belgilamaganmi? Her tasbih, yani subhanallah deyish sadiqidir. Her tekbir, yani Allahu akbar deyish sadiqidir. Her temhid,
ya'ni alhamdulillah deyish sadiqidir. Her tahlil, ya'ni la ilaha illalloh deyish sadiqidir. Yaxşılıqqa buyurup yamanlıqdan tosuş sadiqidir. Sizlerden biringlarning shahvetini qandirish uchun ayalığı kelişi sadiqidir. Sahabiler, ey Resulullah, bizden birimizning shahvetimizni ayalimizdan qandirishimizga savab bo'lamdi deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi: "Aytinglarchi, shahvetini haromdan qandirsa gunoh bo'lmamdi? Shuningdek, shahvetini halaldan qandirgan kishi uchun savob yoziladi." Muslim 1006 numurluq hadis.